Assalomu alaykum, efirda xabar informatsion dasturi. Respublika yoshlar forumi Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filialida o'tkazildi. Unda oliygoh va hududlardagi filial talabalari va texnikum litsey o'quvchi yoshlari ishtirok etishdi. G'oliblar aniqlanib, munosib taqdirlandilar. Yoshlarning ilm, fan, sport, madaniyat sohalaridagi faolligini oshirish hamda ularni qo'llab-quvvatlash maqsadida har yili o'tkazilishi an'anaga aylangan Respublika yoshlar forumida O'zbekiston Respublikasi Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish qo'mitasi tizimidagi ta'lim muassasalari, xususan Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universitetining Toshkent va Nukus filiallari talabalari, texnikum va akademik litsey o'quvchilari qatorida 10 ming nafardan ortiq yoshlar ishtirok etishdi. Forumning ochilish marosimida so'zga chiqqanlar tomonidan bugungi kunda yoshlar uchun yaratilayotgan imkoniyatlar, ularni qo'llab-quvvatlash borasida olib borilayotgan ishlar haqida ta'kidlab o'tildi. Shuningdek, yurtimiz yoshlari nafaqat mamlakatimizda, balki xalqaro miqyosda ham davlat bayrog'ini yuksaklarga ko'tarayotganligini misollar orqali ta'kidlab, forum ishtirokchilariga muvaffaqiyatlar tiladilar. Forumni o'tkazilishidan eng asosiy maqsadlaridan biri bu albatta mana shu tizimdagi, sohadagi yoshlarni bir joyga, eng muhimi, demak, jamlash, fikr almashish, umuman ularni mana shu boradagi o'zlarini bilimlarini, malakasi, ko'nikmalarini sinab ko'rishga imkoniyat yaratadi. Shu bilan birga rahbarlar bilan uchrashib, o'zini qiynab turgan muammolari, ularga yechim topadi. Shu bilan birga o'zini takliflari, tashabbuslari bo'ladigan bo'lsa, to'g'ridan to'g'ri, demak, rahbarlarga masala qo'yadi. Mana shuni yechimi bo'yicha yoki qanaqadir boshqa umuman yoshlar bilan biz bugungi kunda qaysi yo'nalishda ishlashimiz kerak, qanaqa siyosat yuritishimiz kerak. Umuman tarmoqni rivojlantirish albatta bu yoshlar qo'lida. Mana shu kadrlarni tayyorlashda biz qaysi jihatlariga yanada e'tiborni kuchliroq qaratishimiz kerak. Mana shu jihatlaridan bu forum muhim hisoblanadi. Fan olimpiadalari, madaniy ma'rifiy tanlovlar, sport musobaqalari, zakovat, intellektual o'yini, debat va bahs-munozaralar hamda talabalar teatr studiyalarining chiqishlari tashkil etildi. Dastlab fan olimpiadasida qatnashgan yoshlar 11 ta fan bo'yicha bilimlarni test va laboratoriya ishlari orqali sinovdan o'tkazdilar. Ushbu tadbir yoshlarning qobiliyatlarini namoyon etish bilan birgalikda do'stlik va hamkorlik aloqalarini mustahkamlash maydoniga aylandi. Turli sport musobaqalarida rektor va direktor kuboklari ham kurash kechdi. Madaniy va intellektual tanlovlar esa ishtirokchilarning bilim va mahoratini yanada mustahkamladi. Kunning ikkinchi yarmida poytaxtimizdagi yoshlar markazida rahbar va yoshlar mavzusida ochiq muloqot bo'lib o'tdi. Shuningdek, yoshlarning fikr, mulohazalari va takliflari tinglandi. Respublika fan olimpiadasi, rahbar va yoshlar ochiq muloqoti, madaniy va intellektual tanlovlar, sport musobaqalari hamda ayni damda taqdirlash marosimi bo'lib o'tmoqda. Demak, taqdirlash marosimida yuqori natijalarga erishgan, g'olib bo'lgan ishtirokchilarning emotsiyalarini hamda fikrlarini, kayfiyatlarini sizga ulashishga harakat qilamiz. Forum doirasida yuqori natijalarga erishgan g'oliblardan biri hayvonlar fiziologiyasi fani bo'yicha faxrli birinchi o'rin sohibining forumdagi taassurotlari bilan bo'lishamiz. Demak, taassurotlar qanday? Taassurotlar juda ham ajoyib. Forum juda ko'tarinki kayfiyatda, bayramona kayfiyatda bo'ldi. Bu yerdagi Toshkent filiali va Nukus filialidagi tengdoshlarimiz bilan do'stlashib, yangi do'stlar orttirdik. Forumda yana ham bilimlarimizni sinadik va faxrli birinchi o'rinni, ikkinchi, uchinchi o'rinni olib, ko'tarinki kayfiyatda taqdirlash marosimlarini o'tkazib, yana ham taassurotlarga boy holatda, Xudo xohlasa, qaytmoqchimiz. Kelajakdagi o'sha ilmiy ishlarim, doktorlik ishlarimni ham aynan shu fan bo'yicha ketmoqchiman. Taqdirlash marosimida jami 33 nafar talaba 3 ta o'rin bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish davlat qo'mitasi tomonidan taqdirlanishdi. Asosiysi bu forum yoshlarning sohada uchraydigan muammolarga yechim topishga ko'maklashishi bilan birga veterinariya va ekologiya sohalarining o'rganilishi kerak bo'lgan ilmiy tomonlari yosh tadqiqotchilar nazarida bo'lishi shubhasiz. Mazkur forum yoshlar uchun nafaqat tajriba almashish maydoniga aylandi, balki ularning ilmiy va ijodiy salohiyatini oshirish, undan tashqari do'stlar orttirish, mamlakatning turli hududlaridan kelgan tengdoshlari bilan fikr almashish imkoniga ega bo'ldi. O'zim universitet 4-kurs talabasi bo'ladigan bo'lsam, bu mening 3-yilim. Aynan mana shu yoshlar forumi doirasida ham 3 yildan beri munozara, debat o'yinlarida qatnashib kelyapman. Ko'plab yutuqlarni ham qo'lga kiritganmiz. Bugungi yutug'imiz 2-o'rin bo'ldi. Azizlar, bu nafaqat yoshlarning imkoniyatlarini oshiribgina qolmasdan, ularning kelajakda veterinariya sohasiga, sport sohasiga, balki madaniyat sohasiga ham o'zining hissasini qo'shishga imkoniyat yaratadi.